musulmon kishini o'zini otasini ustidagi haqlardan bittasi chiroyli ism qo'yishlik. Chiroyli ism qo'yishlik kerak, toki ulug'ayganda shu ismini aytib chaqirishganda xijolat bo'lmasin. Qiyomat kunida mana shu ismi bilan chaqiriladi. Shuning uchun ism chiroyli bo'lishligi kerak. Endi shunday bir holatlarni ham kuzatib qolamiz. Kimlargadir taqlid qiladi bu odamlar. Qaysidir bir odamlarni havas qiladida, umuman islomga, dinga to'g'ri kelmaydigan ismlardan qo'yib qo'yishadi. Siz bilan biz musulmon ekanmiz, ummati Muhammadlikni da'vosida ekanmiz. Shu ism qo'yishlikda ham shariatga ko'rsatmasiga quloq tutishimiz kerak. Har kim xohlagan atini qo'yishi yo'q. Alhamdulillah, hozir bir oxirgi bir 10 yilda bu yoqda odamlar albatta ism qo'yishlikda bir maslahat so'rayapti kerak. Qanday ism qo'ysam bo'ladi? Avval qo'yaradi to'g'ri kelgan narsani. O'ylamadi, o'ylamasdi odamlar. Falonchiga o'xshasa bo'lsa, tappat atini qo'yib qo'yadi. Uning atida ma'no bormi yo'qmi farqi yo'q. Bilaylikki, bu farzandlarga qo'yiladigan ismning ichida mustahab bo'lgan ama ismlar bor, makruh bo'lgan ismlar bor, harom bo'lgan ismlar bor. Bilamizmi shu narsalarni? Bir farzand dunyoga kelmasdan turib unga ism tanlashlik mumkin. O'g'il bo'lsa bunday qo'yamiz, qiz bo'lsa bunday qo'yamiz. Chunki Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Ya Zakariya, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya." Zakariya alayhisalomga hali farzand o'g'li tug'ilmasdan turib Alloh aytadi: "Ey Zakariya, biz senga bir farzand xushxabarini beramizki, uning ismi Yahyodir." Uning ismi Yahyo. Yahyo ismini Alloh taolo o'zi qo'ygan. Demak, mana shundan ma'lum bo'ladiki, hali tug'ilmagan bolaga at talashlik mumkin. Ibrohim alayhisalomning ayoliga Alloh taolo bashorat qilib, "Tabashsharnaha bi Ishaq va min wara'i Ishaq Yaqub." Shunda biz farishtalarimiz vositasida u ayolga, Ibrohim alayhisalomning ayoli Soraga Ishoq ismli o'g'il ko'rish haqida va Ishoqdan keyin Yaqub ismli nabira ko'rish haqida xabar berdik. Demak, tug'ilmay turib shu ismni tanlab qo'yishlik mumkin ekan. Endi mustahab ismlar, qaysi ismlar chiroyli hisoblanadi? Payg'ambarimiz sahih hadisda, Imom Muslimning sahihlarida keltirgan aytadilar: "Xoyrul asma'i Abdulloh va Abdurrahman." Ismlarning yaxshisi Abdulloh va Abdurrahman. Bu mutlaq afzal ismlar. Chunki payg'ambarimiz xoslab aytgan shu ikkita ism. Va umuman Alloh taoloning ismiga bog'langan Abdu bilan boshlanadigan ismlar ham mana shu chiroyli ismlardan hisoblanadi. Abdul Bori, Abdul Qodir, Abdul Malik, Abdul Rahim. Allohning ismiga bog'lanadigan Abdu bilan boshlanadigan ismlar. Yana bir hadisda inna khayral asma'i ma ubbida va humida. Albatta ismlarning yaxshilari Abdu bilan boshlanadigani va hamd bilan aytiladigani. Ya'ni o'ziga so'zni hamd, Abdullah tushunadi. Endi 3 ta hamd ati bor: Ahmad, Muhammad, Mahmud. Bu uchala ismning o'ziga hamd kalimasidan kelib chiqadi va uchalasi ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ismlari. Yana mustahab bo'lgan chiroyli ismlardan tarixda iymon bilan, solih amallar bilan tanilgan kishilar, sahobalar. Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Zubayr, Xolid va boshqa ulug' sahobalarning ismlari. Bu ham chiroyli sanaladigan ismlardir. Yana mustahab bo'lgan ismlardan Nabiy sallallohu alayhi vasallamning ahli baytining a'zolarining ismlari, oilasining a'zolarining ismlari. Chunki mana shu insonlarni yaxshi ko'rganligimizdan qo'yamiz ismlarini. Yana mustahab bo'lgan chiroyli ismlardan bu anbiyolarning atlari. Ibrohim, Ismoil, Zakariya, Solih, Yahyo va boshqalar. Odamlarga hayronsan. Ism qo'yayotganda ma'nosi bilan ishi yo'q. Faqat shu ismni aytganda quloqqa jaranglab, jozibador bo'lib eshitsa va boshqa birov bo'lmasa. Domla hech kim yo'q aqob bering deb keladi. Nima deysan? Nima deysan? Maqsad nima? Desa shu ajralib tursin. Hech kimda bo'lmasa bunaqa. Masalan, Shohsanam deydi, Gulsanam deydi, Maftuna deydi, Setora deydi. Shu aqib qo'yayotganlar shu ismlarning ma'nosini tushunamikin?
yo faqat shu jaranglab chiqsa bo'ldimi? Musulmon odam bo'ladigan bo'lsa o'ylanishli kerak, bu ismning orqasida nima bor? Bu so'z, bu ism nimani anglatadi? Shuning uchun ism qo'yayotganda o'ylabroq qo'yaylik, chunki biz musulmonmiz. Endi harom bo'lgan ismlar ham bor. Mumkin bo'lmagan ismlar ham bor. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Inna ahna ism inda Alloh subhanahu va ta'ala rajulun tusamma bi shahanshah, ay malikil amlak." Alloh taolo nazdida eng yomon ism bir kishini shahanshoh deb nomlanishi. Shahanshoh degani podshohlar podshohi degani. Bu mumkin emas, bu harom bo'lgani. Xuddi shunga o'xshagandek, kofirlarning ismini qo'yishlik ham musulmon odamga mumkin emas. Biror sportchini havas qilib o'sha narsani qo'yib qo'ygan. yoki qayoqda bir serialda biror atni eshitib chiroyli o'tirib qolgan qulog'iga shart qo'yib qo'ygan. Bu otalar sizlarni chiroyli ism qo'yishinglar farzandinglarni sizlarning ustinglardagi haqqi, sizlar xohlaganinglarni qila olmaysizlar. Agar musulmon bo'lsanglar. Shariatga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? So'raymiz, keyin bu ismni qo'yamiz. Makruh ismlardan qaysilar desa, shu ismi bilan masxara bo'lishlikka sabab bo'ladi. Shu ismini aytib turib odamning ustidan kuladi. Mana shu ism makruh hisoblanadi. Farzandlarga chiroyli ism qo'yishlik kerak, chunki qiyomatda mana shu ismi bilan chaqiriladi ular.